Azbek, Ho, bugun sal uyga vohliroq borsam maylimi? ne tinchlikmi? Ayolimga vohliroq kelaman, seni aylantirishga olib chiqaman deb va'da qilgandim-da. Oila birinchi o'rinda, mayli boring. Rahmat. Mohira, Hola, assalomu alaykum. va alaykum assalom. Men bu sanga. Voy, rahmat. Mana bu bo'lsa, bolamizga olib qo'y. Tugaganni qayerdan biladingiz? Ertalab qarasam qolmagan ekanda, shunga olib kelib qo'ydim. Rahmat, kattakon. Onasi, oshxonani yig'ishtiribsan? Ha, yig'ishtiryotgandim. Kel bo'lmasa, men senga yordamlashaman. Adasi, mana bu pul siznikimi? Ha, u pul sana nafaqa haqqing onasi. Nima istasang olasan. Voy, rahmat. Ay, adasi biram zo'rlik. O'zlari bilib pul beradilar. Kommunalkalarni to'lab qo'ydim, uyga ro'zg'orlik qilib qo'ydim. Yana nima esimdan chiqdi mana? Voy, anchadan beri ayol